hammaning muammosi o'ziga yetarli bo'lgan bir vaqtda pozitiv fikrlash, yuqori energetik holatda, yuqori kayfiyatda yurish oson emas. Hozir men o'zim sinagan bitta usul bilan bo'lishaman. Bu usul shukronalik. Ya'ni agar sizga yomon fikrlar keladigan bo'lsa, agar kayfiyatingiz tushadigan bo'lsa, tushkunlikka qarab boryapsiz, shuni sezayotgan bo'lsangiz, shukronalikka переключаться qilasiz, ya'ni o'tasiz. Nima uchun shukrona qilish mumkin? Kallangizga, fikringizga kelgan har qanday narsa uchun shukrona ayting. Ko'rayotganingiz uchun, eshitayotganingiz uchun, tirik bo'lganingiz uchun, sog' bo'lganingiz uchun, kiyimingiz bor bo'lgani uchun, yeb ichishingiz uchun, uyingiz uchun, oilangiz uchun, yaqinlaringiz uchun, hamma narsa uchun, osmon uchun, yer uchun, daraxtlar uchun, havo uchun, nafas olayotganingiz uchun, hamma narsa uchun. Nima fikringizga kelsa, hamma narsa uchun shukrona ayting. Hamma narsa uchun. Tinmay ana shu praktikani 15 minut davomida qiling. 15 daqiqadan davomida tinmasdan shu praktikani qilganingizdan so'ng kayfiyatingiz ko'tariladi. Ichki xotirjamligingiz bo'ladi. Bu narsa, bu metod, bu amaliyot sizni hayotga qaytaradi. Tekshirib ko'ring, sinab ko'ring.